canım şücaya. Kadınların dolgulgay ilaya. Beraber tasımların şücaya. Kadınların dolgulgay ilaya. Gelinim geldi vasalı. Her sözleri sasalı. Yarına mihru vafalı. Yol verirler. Gelin geldi. Acı verirler. Gelin geldi. Geldi gelin kadın nasıl? Şu kanadana mı nasıl? Sever yora mı nasıl? Yol verirler. Kaçın gelin. Bugün ulug'dir mehmonni, ajoyib ko'shkayvondan, qaynonasini quchoqidan, erga bir gelin choy oldi, nosni bir gelin choy oldi. Gelgelabar gelinjonim shu joya, qadamlarim qutlug' bo'lg'ay iloya. Baravar ta'zimlaring shu joya, qadamlarim qutlug' bo'lg'ay iloya. Her naborim uyim joyim seniki, her naborim moli dunyom seniki, ayni qomatli kuyov bolam seniki. Gelgelabar gelinjonim shu joya, qadamlarim qutlug' bo'lg'ay iloya. Assalomu alaykum yaxshilar. Assalomu alaykum munis muhtarama, foyichaman onajonlarim. O'zbekimni yosh ulug' insonlari, qo'llari hamisha duoda, tillari hamisha kalomda bo'lgan pir odamlar, otaxonlar, hoji otalarim, hoji onalarim, aka ukalarim, opa singillarim, ammajon, xolajon, doyi jiyanlar, hammalaringizga to'ylar muborak bo'lsin, to'ylaring bo'lsin. Ana endi har bir mehmon assalomu alaykum deya o'z salomi bilan kirib kelgani kabi, ko'p kutilgan, ko'p yillar murod qilingan, qoyu havas ila bugun to'y qilingan, to'y sababchilari bo'lmish kelin-kuyovlarimiz albatta baxtli, saodatli bo'lsin, qo'sha qarisin. Ana azizlar, o'zbekimni o'zi chiroyli, o'zidan to'y marosimlari, urf-odati, kelin salomlari chiroyli. Shunday ekan, adabli, ikromli kelinchagimizni bir-biridan chiroyli ta'zimlarini bugun qabul qilasiz. Barcha qavm qarindoshlarga yana bir bor to'ylar muborak bo'lsin, to'ylaring bo'lsin deymiz. Ana endi kelin poshsho chiroyli egilib, bukilib ta'zim qilasiz. Kimlar yetgan, kimlar yetmagan salom bor. Yetiribdi Allohimga hamd va sanolar, payg'ambarimizga to'g'ri salom, salomatlar bo'lsin. Shu xonadonda bir umr albatta baxtli, saodatli yashamoq, shu xonadonda mahallaga ibrat, namuna bo'ladigan kelin bo'lmoq sizga bir umr nasib aylasin. 9 oylar o'tib quchog'ingizda ilohiy farzand ne'matini Allohim nasib aylasin. Kuyovtara bilan bir umr qurgan oilangiz tosh kabi mustahkam bo'lsin deymiz. Marhamat, endi kelinchagimizni o'z yelgachonlari bilan kelin salonga taklif qilamiz. Ta'zim aylang bir xudoga. Avval xudoga jub salom. Hammani otasi bo'lgan odam atoga jub salom. Dilinda qoqli sanosi, xudoning pishti panosi. Odam ato malikasi, avvalimizni jub salom. Abu Bakr, Umar, Usmon, xalqni she'ri shoyi mardon. Kofirlarni dina solgan Hazrati Aliga jub salom. Dilinda qoqli sanosi, xudoning pishti panosi, Hasan Husan onasi, Bibi Fatima onamiz ruhi paklarini jub salom. Yer yuzidan gungusidan o'tgan 124 ming payg'ambarlarimiz, al-xususan 2 olam sarvari, turnalarga don bergan, ummatim deb jon bergan Rasulimiz, Habibimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam ruhi paklari uchun jub salom. Ana endi kelin poshsho o'tganlarni yod etamiz, ruhi paklarini shod etamiz. Egilib, bukilib ta'zim qilasiz,
pokiza ruhlari yod etamiz. Egilasiz, avvalambor mana shu sulolani kattasi, darg'asi bo'lmish Zaripoy boboyingiz ruhi poklari uchun, Xonimjon momoyingiz ruhi poklari uchun egilib kelib podsho ta'zim qilasiz. Kechani kecha, kunduzni kunduz demay mehnat qilgan, farzand dunyoga keltirib voyaga yetirgan, lek bugun farzand nabira to'ylarga bo'sh bo'lolmagan rahmatli mana shu xonadondan o'tganlarimiz Quronboy boboyingiz, Novvatjon onangiz ruhi poklari uchun kelin podsho egilib ta'zim qilasiz. Kimlar o'tmas bu dunyodan, siz ham men ham omonatmiz. Bugungina sog' yurganlar erta bitta kamomatmas. Dunyo aro tirikmas u, ummon aro xasmiz go'yo. Yaratganga shukr qiling, yana bir kun sog' va salomatmiz deya. Rahmatli bu dunyoni erta tark qilgan Quronboy boboyingiz, Novvatjon onangiz ruhi poklari uchun yana bir bor kelin podsho egilib bukilib ta'zim qilasiz. Egilasiz kelin podsho, qaynanangizni voyaga yetirgan, albatta volidai muhtaramasi boshini toji edilar. Bo'liganda baxtiyor bo'lardi, aziz qo'llarini ko'pni qatorida duoga ochardi. Bir kam dunyo hech kamisi to'lmagan, qaroyir inson olib bag'riga hech to'lmagan. Egilasiz, rahmatli Omonboy Zuhrajon onamiz ruhi poklari uchun egilib kelin podsho ta'zim qilasiz. O'g'lim qizim deya chekkan jafo-yu jabr, endi yotar joyingiz bo'ldi-mu qabr. Esladim, yig'ladim, topmadim axir, borsa kelmas joylarga ketgan onamsiz, borsa kelmas joylarga ketgan otamsiz deya. Rahmatli Zuhrajon onamiz ruhi poklari uchun, Quronboy bobomiz, Novvatjon onamiz ruhi poklari uchun kelin podsho yana bir bor egilib ta'zim qilasiz. Ilohim Quronboy bobomizni, Novvatjon onalarimiz, Zuhrajon onalarimizni joylari jannat, oxiratlari obod, iymonlari hamroh bo'lsin, oxirat o'ylari nurlari do'lsin, obod bo'lsin. Barchalaringizdan rozi rizo bo'lsin. Yaratganning dargohidan turib, ilohim nabiralarga baxt tilayotgan bo'lsin. Egilib ta'zim qilasiz. Omonboy doyingiz ruhi poklari uchun, Egamberdi doyilarimiz hurmatlari uchun egilasiz kelin podsho. Matyoqub otangiz egilib hurmatlari uchun ta'zim qilasiz. Oymonjon onamiz, Shohsanam onamiz hurmatlari uchun, Aranojon momomiz, Ko'polvoy otalarimiz ruhi poklari uchun, Munavvar momomiz, Komiljon otamiz egilib, Shokirjon otamiz, Hakimboy otalarimiz ruhi poklari uchun ham egilasiz. Kimlar yetgan, kimlar yetmagan salom bu. Farzand dunyoga keltirib, voyaga yetirib, baxtli quvonchli lahzalarini necha yildirki xoyu havas yaxshi niyat bugun to'y qilib, oramizda bir kam dunyo bugun bo'la olmagan, farzandiga ko'pni qatorida oq fotiha duo bera olmagan egilib ta'zim qilasiz. Armonlari qabrlariga birga ketgan egilib ta'zim qiling. Ana endi kuyovtiramizni boshini toji edilar, davlati suyangan tog'i edilar. Qani edi oramizda bo'lsa edilar, quvonchi yorug' jahonga sig'magan bo'lardi. Duolari bugun dillarimizni xushnud qilardi. Egilib Bobomurod qayin otangiz hurmatlari uchun kelin podsho alohida egilib ta'zim qilasiz. Ilohim joylari jannat bo'lsin, oxiratlari obod bo'lsin. Ilohim mana shu xonadonni bir umr chirasini yoqib, mana shu qaynatangiz qaynanangizni davomchilarini dunyoga keltirib, qaynanangiz baxtingizga, taxtingizga suyanmoq nasib aylasin. Ilohim qaynatangiz ko'rmagan yaxshi kunlar qaynanangizga nasib aylasin. Yana bir bor qaynatangiz hurmatlari uchun kelin podsho egilib Bobomurod akamiz ruhpaklari uchun ta'zim qilasiz. Ana endi azizlar, barchalarimizni qodir Allohim umrimizni ziyoda, aziz boshimizni omon qilsin. Mana shu yerda yelib yugurib to'y boshi bo'layotgan insonlar, sizlarni hamisha boshlaringiz yaxshi kunlardan shodiyona to'ylardan chiqmasin. Ana endi navbat to'y boshlarimiz ekan.
egilib kelin podsho chiroyli ta'zimlar bilan yana davom qilasiz. Barcha qavm qarindosh, aka-uka, opa-singillari, to'ylar o'ng bo'lsin, to'ylar muborak bo'lsin. Qodir Allohim hech bir insonni oramizdan bevaqt olmasin. Har bir insonga farzand, nabira, chovut to'ylar nishonlash nasib aylasin. Ana degilasiz kelin podsho, farishtadin manglayimda oyi bor. To'yxonani to'rlarida ajoyi bor. Hali necha nabira gelinlarni olib kelib to'yboshi bo'lib ta'zimlarini ko'rgidin poylari bor. Shu xonadon duogo'yi yosh ulug' insonimiz Yo'ldoshvoy otamiz hurmatlari uchun kelin podsho egilib ta'zim qilasiz. Yo'ldoshvoy otama 9 oylar o'tib chovut to'ylarini nishonlash, yana to'yboshi bo'lib yurish nasib aylasin ilohim. Umrlarini ziyoda aziz boshlarini Qodir Allohim ilohim ziyoda qilsin, omon qilsin. Egilib kelin podsho ta'zim qilasiz. Mashinasini yuzda qo'yib yeldirgan, farzandlari bilan xivagilar keltirgan. Bugun yelib yugurib to'yboshi bo'lib turgan Solayjon otangiz, Fotimajon onangiz hurmatlari uchun, barcha oila a'zolari, farzand o'g'il qizlari, nabira kelinlarini hurmatlari uchun ham alohida egilib ta'zim qilasiz. Solayjon otamiz va Fotimajon onalarimiz va Yo'ldoshvoy otalarimiz bugungi eng bir baxtli onlar, quvonchli lahza, shodiyona to'ylar muborak bo'lsin. Kelajagimizda chiroyli ta'zimlari muborak bo'lsin. Egilib ta'zim qilasiz. Qo'ra to'lib qo'yayotgan, murodati to'yayotgan, necha yildirki musofirda yurib, yig'nab terib, bugun to'y dasturxonlarini buyurgan. Egilasiz kelin podsho, murod qilib to'y qilib turgan qaynanangiz hurmatlari uchun, oyimjon opam hurmatlari uchun alohida kelin podsho egilib ta'zim qilasiz. Mehnat qilib peshonasini terlatgan, sizlar uchun yoshga ayvon imoratlar yaratgan. Bugun do'sti yoronlari davrasida quvonib to'kin dasturxon yozib, farzandiga to'y boshlayotgan qaynanangiz hurmatlari uchun, oyimjon opam hurmatlari uchun alohida egilib ta'zim qilasiz. Oyimjon opa, xonadonimiz buyingali to'yxona bo'ldi, murodxona bo'ldi. Murodlarimiz hosil bo'lgan kun muborak bo'lsin. Farzandingizlarning soni yana bittaga ko'paydi, qiz farzand muborak bo'lsin. Ilohim shu xonadoningizga bir xizmatlari buyursin. Qaynanangiz hurmatlari uchun yana bir bor ta'zim qilasiz. Adirgullar dastasi, qaynanangizni yakka yolg'iz arkasi, egilib bugundan e'tiboran sizga singil bo'lmish marhaboxon hurmatlari uchun alohida egilib ta'zim qilasiz. Marhaboxon singlimiz Aqroboy o'g'lonimizni shodiyona to'ylari muborak bo'lsin. Oltinoy kelinchagimizni qadamlari muborak bo'lsin, ta'zimlari muborak bo'lsin. Egilib Solayjon otangiz, Fotimajon onangiz, Mavludoxon, Matluboxon opalaringiz hurmatlari uchun ham alohida ta'zimlar qilasiz. Qozimboy otangiz, Boljon onangiz, Shuhratjon otangiz, Novvatjon onangiz, Shomurod otangiz, Faridajon onangiz hurmatlari uchun ham alohida egilib ta'zim qilasiz. Egilasiz dasturxoni cho'rakli, to'y uyina kerakli, yelib yugurib to'yboshi bo'lib turgan Solayjon otangiz, Fotimajon onangiz, Ozimboy otangiz, Boljon onangiz, Shuhratjon otangiz, Novvatjon onangiz, Shomurod otangiz, Faridajon onangiz hurmatlari uchun yana bir bor egilib ta'zim qilasiz. Barchalarini oila a'zolari, farzand o'g'il qizlari, nabira yo'q kelinlarini hurmatlari uchun yana bir bor kelinchak egilib ta'zim qilasiz. Egilasiz. Ana endi to'y ishini qarashgan, yelib yugurib turgan albatta kuyovlar, doyilar, ammalar bo'ladi. Shunday ekan, amma dasajonimda, shulara dunyo molim deb turgan xonimjon ammajonisi bir donasi yagdonasi. Gözlaringiz oydin, to'ylar muborak bo'lsin. Egilasiz, Musobek doimiz hurmatlari uchun. Albatta farzand o'g'il qizlari, oila a'zolari hurmatlari uchun ham alohida ta'zim qilasiz. Egilasiz ana endi Mansurbek otangiz, Beksochjon og'angiz, Maqsudjon og'angiz, Hamidjon og'angiz, Ne'matjon og'angiz. Albatta yelib yugurib turgan, diktirib tengizni galishtirib gaplashib turgan, to'y ishini qarashgan, yelib yugurib jigarini vaqtilab turgan Bektosh og'angiz hurmatlari uchun. Jo'rabek og'alarimiz Sherzodbek, Dilshodbek, Dilmurod, Shohruxbek, Danyorbek, Dastonbek, Jo'shkunbek, Said Murodlar hurmatlari uchun egilib kelin podsho
barchalarini hurmatlari uchun ta'zim qilasiz. Ana endi mana shu akalaringizning umr yo'ldoshlari, bir-biridan kerakli, bir-biridan chaqqon, bir-biridan latofatli gelinliklaringiz bor. Ilohim mana shu gelinlarning qatorida qo'shilib, hech biridan kamis bo'lmay, yelib yugurib xizmat qilish sizlar nasib aylasin. Muhabbatxon, Nasibaxon, Mavludaxon, Gulbahor, Oyshajon, Fatima, Xurshidaxon, Sarviniso, egilib, Nargizaxon, Anoxon, Barchinoy, Ozodaxon, Shohistaxon gelinliklaringiz hurmatlari uchun alohida egilib ta'zim qilasiz. Sig'ir saksoy sutli bo'lsin kelinchak. Qadamlari qutlug' bo'lsin kelinchak. Oltin ostonang, baxt yoshonang, baxt to'ying muborak bo'lsin kelinchak, egilib. Ana endi xolalar navbati, doyalar navbati benakan ta'zimlarni qilgan kelinchak. Qoshigizni surmali, go'ynaklari burmali, to'y uyina kerakli xolajonlari sizlar ham to'ylar muborak bo'lsin. Egilasiz Qurmonjon xolangiz, Otaxon doyingiz hurmatlari uchun. Ziyodaxon xolangiz, Alloh shukr og'angiz hurmatlari uchun. Sharifaxon xolangiz, Abdulla doyingiz, Zulayxo xolangiz, Do'stjon doyingiz. Qoziyaxon xolangiz, Quronboy doyinlaringiz. Albatta alohida o'rni bo'lak, xizmati bo'lak, yelib yugurgan, jigarini baxt tilagan, qaynonangizga ko'makchi bo'lgan egilib kelin podsho ta'zim qilasiz. O'lmas xolangiz hurmatlari uchun, Gulnozaxon xolangiz hurmatlari uchun, Mansurbek otangiz hurmatlari uchun, Beksochjon og'angiz, Layloxon opangiz, Gulamdon xolangiz hurmatlari uchun alohida kelin podsho ta'zim qilasiz. Qoshigizni surmali, go'ynaklari burmali. Shu to'yga kerakli bo'lgan Sveta что o'xshaydi. Oldu sizlar qasib turmash odam bitta cho'ra keladi. Qachonlar bor? Ana endi kelin podsho qoshigizni surmali, go'ynaklari burmali. Qaynonangizga, kuyov bolamizga kerakli bo'lgan erkak xolangiz bor. O'rni o'zgacha xizmati bo'lak Gulamdon xolangiz hurmatlari uchun alohida egilib bukilib ta'zim qilasiz. Azizaxon hurmatlari uchun egiling kelin podsho. Egilib Qorboy og'angiz, Gulchiraxon akalaringiz hurmatlari uchun, Po'latbek og'angiz hurmatlari uchun, Temurbek, Omonboy o'g'lonlarning hurmatlari uchun ham egilasiz. Sarajon biyingiz hurmatlari uchun egiling. Dilfuzaxon biyingiz, Yusufboy doyingiz, Hamzabek og'angiz, Dilnozaxon biyingiz, Po'latjon og'angiz, Layloxon biyingiz, Gulxayo, Didor, Sarvarbeklar hurmatlari uchun ham alohida kelin podsho ta'zim qilasiz. Boshingiz oshoq, dilingiz yumshoq, xizmatkor gelin bo'g'aysiz. Shu xonadona, shu vakillarga vaqtda yelib yugurib xizmatda turg'aysiz. Egilib, Go'zaljon, Sarvinoz, Sevinchoy akalaringiz hurmatlari uchun ham alohida ta'zimlar qilasiz. Egiling kelin podsho sho'da kerakli bo'lgan, bir-biridan hurmat, izzatda turgan, gelinim gavdida quvonchi yorug' jahona sig'ming turgan Nigoraxon, Xurshidaxon, Nodiraxon, Shohistaxonlar hurmatlari uchun ham egilasiz. Albatta jigar to'yinda ko'p quvongan amma bo'ladi, xola bo'ladi. Shunday ekan, Bekpodsho ammajonisini, Ulug'bek doilarini, Intizorxon ammajonisini, Oybekjon og'asi, Salomatxon biylarini egilib ta'zim qilasiz. Oybek aka ko'zlaringiz aydin. To'ylar muborak bo'lsin. Oybekjon og'angiz, Salomat biyingiz hurmatlari uchun yana bir bor ta'zim qilasiz. Ana endi yon qo'shni, jon qo'shni, bir umrlik mehribon qo'shni, uzoqdagi qarindoshlar, yaqindagi qo'shni yaxshi. Og'zi birchiliklari abadiy bo'lsin. Murodjon akamiz hurmatlari uchun, Dildoraxon opamiz, Zafarbek akalarimiz, Suhratjon opamiz hurmatlari uchun, Salomatxon opamiz, Sherzodbek og'alarimiz hurmatlari uchun, Anilxon opamiz, Azamat og'alarimiz, Xursand og'alarimiz, Muhayyoxon opalarimiz hurmatlari uchun ta'zim qilasiz. O'chog'ida o'chmasin hech olovi. Mazali bo'lsin pishirgan qovurdoq va palovi oshpazlarimiz hurmatlari uchun. Samovarni tana joyiga qo'ydirgan, mehmonlarni 95 guk choylari do'ydirgan choychilar ham, aytiruvchilar ham qolmasin. Oq ayvoni qo'shig'an, mahalla ishlarini boshig'an, albatta mahalla raislarimiz, mahalla faollari, damqonlarimiz, imom otalarimiz, imom azam onalarimiz hurmatlari uchun ham alohida egilib ta'zim qilasiz. Ana endi aziz kelinchagimiz, Azim Buxorodan tashrif buyurgan mehmonlarimiz bor ekanlar. Alohida Fatimaxon ona sizga to'ylar muborak bo'lsin. Bahodirjon aka to'ylar muborak bo'lsin. Xush kelibsiz. Xorazmda har bir kuningiz quvonchli ayyom shodiyona to'y bo'lsin.
qatnashmoq bir umr sizlarga nasib aylasin. Buxorolik mehmonlarimiz hurmatlari uchun alohida farzand o'g'il qizlari oydan sonlari hurmatlari uchun ham ta'zimlar qilasiz. Ovozi bulbulning o'yinchi qizlari, sumbulning san'atkorlarimiz, ovoz operatorlarimiz, raqqosa qizlarimiz hurmatlari uchun bugun to'yimizda yilib xizmatda turgan, albatta xizmati o'zgacha bo'lak bo'lgan. Negaki bugungi kelin salomimiz to'y davramizni tarix zarboraklarini estaligi uchun muhrlab turgan. Tumanda o'zlarining chiroyli xizmatlari bilan el olqishina sazovor bo'lgan necha yillik tajribaga ega Mansural Media professional video tasvirchi yigitlariga egilib kelin-poshsho ta'zim qilasiz. Musofirda yurgan yaqinlarimizga bugungi kelin salomimiz quvonchli ayyom shodiyona to'yimizni jonli efirlar orqali uzatayotgan. O'zining chiroyli xizmatlari bilan barchalarimiz 7 yoshdan 70 yoshgacha muxlis bo'lgan Xalqqa omad professional video tasvirchi yigitlariga albatta rahbariga ham egilib kelin-poshsho ta'zim qilasiz. Nasibaxon akasi, O'mirbek doilari bizni Rossiyadan turib, Peterdan turib kuzatmoqdalar. Shunday ekan, kelin-poshsho egilib mana shu joylaringizga yana bir bor kelin ta'zimlar qilasiz. Ilohim musofirda yurgan yaqinlarimiz, oltin osmoningizga dovul tashib, ilohim yaratganning panohida bo'lib, hamisha sog' va salomat borib kelib yurishlaringiz nasib aylasin. Topganlaringiz mudom to'ylari buyursin. Bizni kuzatib turgan jonli efirlar orqali barcha aziz muxlislarimizni, ahli bizni o'zligimni barcha vakillariga egilib kelin-poshsho ta'zim qilasiz. Ana endi qizil olmoni po'sti, qolmog'i kami ko'sti. Shirada turgan o'nli kichki, odi aytilgan aytilmagan, odi yozilmagan, odi o'qilmagan, albatta to'y giylasiz bo'lmagan. Egilib kelin-poshsho ta'zim qilasiz. Mana shu yerda kelin salomimizga guvoh bo'lib, bizni kuzatib turgan o'nli kichiklar hurmatlari uchun ot qo'yilmagan, hali do'g'ilmagan, Rabbimdagi topchandagi qulanda bog'larning hurmatlari uchun ham alohida egilib ta'zim qilasiz. Men aytildim, men aytilmadim, men yosilmadim deb o'pka giyla qilmasin. Gençte zaman to'y tantanalar saroyina borming qolmasin. O'pka giyla qilganlar bo'lsa salom yor, kelin salom yor. Qabul aylang o'pka giylachi qor etganlar, sizga salom yor. Ana endi mana shu xonadonning eng yoshi ulug' insoni duogo'yimiz Yo'ldashvoy otamizdan bir chiroyli kelin-kuyovlarimizga fotiha qabul qilamiz. Yangi ilohim hammalaringizga xizmati buyursin. Kaç. Elhamdülillah Rabbil alemin ve akıbetin lil muttaqin ve salatu ve selam ala halqi Muhammadin ve Resulü aleyhi ve sahabi hecmin. Allah Teala mübarek etki uzakından söndürü. Koşkalları bilen koşakarıyla öpürler, şükürler, baxtlar, saadetli oylar. Oğlu kızı farzandlarım çok boyu Hudayım. Hemen xanadonda shunday yaxshi kun to'ylab bo'lish nasib etsin Xudoyim. Bismillahirrahmanirrahim. Va Qur'an muldilan. Muborak va anta xayrul muldilan. Muboraklar olsun. Muborak olsun. Ayting. Endi kaçınlar. Yaxshi do'stlar, qo'shinglar. Geyishda zamon to'yxonasini